Hey yo, hammaga salom do'stlar. Sizlar bilan yana Carol Gaming. Ushbu videomizda biz sizlar bilan birga World Cup winnerslardan Emiliano Martinezni full qilamiz. Qani bo'lsam, sekin videoni boshlaymiz. Bu video kechami, ilgari kuni olmoqchi edim. Ayrim muammolar kelib qolib, javob ketib qoldi. Kecha Anjom bilan Neftchi o'ynadi, unga bordim. Ashna bo'lib qolib ketib qoldi. Endi sekin bularda full qilib qo'yamiz. Emiliano Martinez. Hozir Emiliano Martinez menimcha hozir jamnaqa anamas. Yaqinda bilgan bo'lsanglar kerak, hali 84 bo'lsa, verguldan keyin raqamlari ham bordi. Masalan, kimni ko'rdim? 84 Vinny'de. Hammasidan keyin bitta 9 bor edi. 84.9 bor edi. Endi bunda ham ashnaqa roq ekan. Ana hozir ko'rsanglar bo'ladi. Men Gekarada 100 qilmoqchiman. Sababi sezgirlik, reaksiya sezgirlikda. Ana Gekara to'pda ushab qolish. Bu Gekarada qanday tushundim men? Haligi to'pni masalan urib yormaydi, masalan ushab qoladi. Udar bo'lsa ham ushab olishga harakat qiladi. Ularga chiqarib olmasdan, ular to'pni qaytarib olmasdan shunaqa. Undan ko'ra menimcha shu reaksiya, sezgirlik ancha yaxshi deb o'ylayman. Masalan, birga chiqib ketganda ham bunday sezib, bunday reaksiya qilib, bitta o'ngga sakrab, to'p outga igilaga chiqib ketsin bo'laveradi, to'g'rimi? Yana bilmadim, xato qilgan bo'lsak, hali bundan ko'p kartalar chiqadi. Ularni ham olib, tirs full qilib olamiz. Bunga ketsa 20 ta coach ketadi, oddiysidan ketsa 10 ta ketadi. Men hozir raridan ishlataman, sekin kuchaytirishni boshlaymiz. Bemalol yetib qoladi, bundan ishlatamiz. Reaksiya. Ana verguldan keyin ikkisi bor ekan. Endi bu bittasini tagga beramiz. Reaksiya, handling. Ana tagini verguldan keyin 5 bor ekan, tepasida ikkisi bor ekan. Yaxshi. Buni ham hammasini reaksiyaga berib yuboramiz. Menimcha hozir 100 bo'lgandan keyin, ana break tushib ketdi. Reaksiya mana full holatga keldi. Bonusi bilan nimadan bitta bersak, full ham bo'lib ketsa kerak. Yana bitta kerak ekan. Emiliano Martinez full holatda pasiga ana 0 bitta qo'shildi. Bo'laveradi, yaxshi. Ana. O'sha komandamiz ham o'sha cho'tga ko'p bo'ldi. O klassik komandalar ham manaqa ham oddiy komandalar ham normaliy yig'ilib qoldi. Sekin full qilyapmiz. Xudo xolisa. Rudiyerlarni ham videosi chiqib qolish kerak. Coach yig'ilgani ham aytarli, unchalik ko'p o'ynaganim yo'q. Endi chiqib qoladi video yana 3 kunlardan keyin. Hammalarga omad, sog' salomat bo'linglar. Hammalarga rahmat.